Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Fransiya Rossiya neft tankerini qo'lga oldi. Rossiya bugun yana Kiyevga qaqshatqich zarba berdi. Qurbonlar ko'p. Zelenskiy urushni qishgacha tugatishni topshirdi. Tramp Ukrainadagi urushni tugatishda Si Zinpindan yordam so'radi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, НН, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Fransiya Rossiya neft tankerini qo'lga oldi. Fransiya 31-may kuni Atlantika okeanida sanksiyaga tushgan Rossiya neft tankerini qo'lga oldi. Operatsiyada unga ittifoqchilari, jumladan Buyuk Britaniya yordam berdi. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga tayanib BBC xabar berdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Fransiya harbiy dengiz kuchlari Tagor tankeriga chiqqan. Dengiz ma'muriyatining bildirishicha, kema xalqaro suvlarda Britaniya yarim orolidan taxminan 400 dengiz meli g'arbda ushlangan. O'sha vaqtda u soxta bayroq ostida suzayotgan bo'lgan. Kemalarning xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishi, dengiz huquqini buzishi va Rossiya 4 yildan ortiq vaqtdan beri Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushni moliyalashtirishi qabul qilinishi mumkin emas, deb yozdi Makron o'zining X sahifasida. Kreml ushbu noqonuniy musodarani xalqaro qaroqchilikka yaqin harakat deb baholadi. Rossiya o'z yuklari xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rmoqda, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Moskva 2022-yilda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushni boshlaganidan beri o'z neft eksportiga qo'yilgan xalqaro sanksiyalardan qochishga urinmoqda. Buning uchun mamlakat egalari yashirin bo'lgan tankerlardan iborat soyalar flotidan foydalanib keladi. Bu Fransiya 2025-yil sentyabr oyidan beri bortiga chiqqan 4-chi shunday kema bo'ldi. Makron operatsiya dengiz huquqiga qat'iy rioya qilingan holda amalga oshirilganini ta'kidladi. Dengiz navigatsiyasining eng asosiy qoidalariga rioya qilmaydigan bu kemalar atrof muhitga va barchaning xavfsizligiga ham tahdid soldi, dedi u. Ilgari Fransiya hukumatı bunday kemalarning egalari jarima to'lagandan keyin harakatni davom ettirishga ruxsat bergan. Biroq endi vaziyat o'zgarmoqda. Rossiya bugun yana Kiyevga qaqshatqich zarba berdi. Qurbonlar ko'p. Rossiya qo'shinlari 2-iyun kuni Ukrainaning bir qancha viloyatlariga, jumladan Kiyev, Dnipropetrovsk va Xarkov viloyatlariga raketa va dronlar bilan zarbalar berdi. Kiyev meri Vitaliy Klichko poytaxtda 4 kishi halok bo'lgani, 58 kishi jarohatlanganini aytdi. Ulardan 40 nafari shifoxonaga o'tkazilgan. Jarohatlanganlar orasida 2 nafar bola ham bor. Darnetskiy, Abalonskiy, Shevchenkovskiy, Sviatoshinskiy, Podolskiy, Galasevskiy va Salamenskiy tumanlarida vayronagarchiliklar qayd etilgan. Shevchenkenskiy tumanida qoldiqlar 24 qavatli turar joy binosiga tushishi ortidan yong'in chiqqan. Podolskiy tumanida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra raketaning 9 qavatli turar joy binosiga takroran urilish oqibatida bino konstruksiyalari qisman qulab tushgan. Salamenskiy tumanida vayronalar 15 qavatli turar joy binosining yuqori qavatlariga tushgan. Shuningdek 24 qavatli uyning 7-8 qavatlari darajasida yong'in boshlangan. Dneprda Rossiyaning tungi hujumi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan. Ulardan biri voqea joyiga yetib kelgan va takroriy zarba ostida qolgan qutqaruvchidir. Shuningdek 36 kishi jarohatlangan. Ulardan bir nechtasining ahvoli og'ir. Turar joy binolari, korxona va yong'in qutqaruv qismi zarar ko'rgan. 4 qavatli turar joy binosining vayronalari ostida odamlar qolgan bo'lishi mumkin. Qidiruv-qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Dneprning shimoli-g'arbidagi Kamenskiy shahrida zarba oqibatida ma'muriy bino va ko'p kvartirali uylar shikastlangan. 3 kishi jarohat olgan. Ular o'rtacha og'irlikdagi ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Xarkovda dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 14 kishi, jumladan bir bola jarohat olgan. Shuningdek, Sumy va Zaporojye viloyatlari ham hujumlarga uchragan. Turar joy binolari shikastlangan. Zaporojye viloyatida kamida 3 kishi jarohatlangan. Sumiyda esa vafot etganlar va jabrlanganlar qayd etilmagan. Ukraina harbiy havo kuchlarining ma'lum qilishicha, Rossiya asosan Kiyevni nishonga olgan holda 656 ta dron va 73 ta raketa uchirgan. Ulardan 40 ta raketa va 602 ta dron urib tushirilgan yoki zararsizlantirilgan. Zelenskiy urushni qishgacha tugatishni topshirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushni imkon qadar tezroq qishgacha tugatishni buyurdi. Bu haqda prezident ofisi rahbari Kirill Budanovga tayanib Ukrainskiy Pravda xabar berdi.
Budanov tegishli bayonotni Xavfsizlik arxitekturasi 2026 forumida e'lon qilgan. Bu prezidentning topshirig'i, imkon qadar urushni tezroq to'xtatishga harakat qilish. Iloji bo'lsa qishgacha. Men prezident ofisi rahbari sifatida Ukraina rahbari qo'ygan maqsadga erishish uchun hamma narsani qilaman. Bu mutlaqo to'g'ri. O'z vaqtida berilgan va puxta o'ylangan, dedi u. Budanovning ta'kidlashicha, Ukraina bu maqsadga erishish uchun yetarli imkoniyatlarga ega. Ammo u Rossiya kelishuvlaridan voz kechishi mumkinligini istisno etmadi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari allaqachon janglarni to'xtatish uchun real ishoralar borligini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-may kuni Zelenskiy bilan faqat urushni to'xtatish to'g'risidagi yakuniy kelishuvlarni imzolash uchun uchrashishga tayyorligini aytdi. U Ukraina mojarosi yakuniga yaqinlashayotganini ta'kidladi. 12-may kuni esa Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov urushning go'yoki yakuniga yaqinlashayotganini tinchlik jarayonidagi ishlanmalar va AQShning vositachilik sa'y-harakatlari bilan izohladi. Biroq aniq muddatlarni keltirmadi. Hukumatdagi manbalarga ko'ra, Zelenskiy yana 2-3 yil davom etadigan urushga tayyorgarlik ko'rishni buyurgan. Bunga Rossiya hududining ichkarisigacha yetib borayotgan dron hujumlari muvaffaqiyati, front chizig'ining nisbatan barqarorlashgani, Yevropa ittifoqining qo'llab-quvvatlovi davom etayotgani hamda Ukraina mudofaa sanoatining tez sur'atlarda rivojlanayotgani dalil sifatida keltirilgan. Tramp Ukrainadagi urushni tugatishda Si Zinpindan yordam so'radi. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy raisi Si Zinpin bilan uchrashuvda undan Ukrainadagi urushni to'xtatish uchun Vladimir Putinga bosim o'tkazishni so'radi. Bu haqda muzokaralardan xabardor bir nechta manbaga tayanib South China Morning Post ma'lumot berdi. Trampning ushbu iltimosi may oyida Pekinda bo'lib o'tgan sammitda ko'tarilgan. U Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytgan. Shuningdek, Si Zinpinni Moskvaga bo'lgan ta'siridan foydalanib, uni Kiyev bilan muloqotga qaytarishga chaqirgan. Bunday murojaat Washingtonning Xitoy tomonining nizoni hal etish jarayoniga faolroq jalb qilishga intilayotganini aks ettiradi. Tramp Oq uyga qaytganidan so'ng Ukrainadagi urushni tartibga solishni o'z tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylantirgandi. Moskva va Kiyev o'rtasidagi muzokaralar jarayoni 2025-yil iyul oyida Turkiyadagi uchrashuvda o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishilmasdan yakunlangandan so'ng amalda to'xtab qolgan. Shundan so'ng Tramp kelishuvga erishish uchun Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga bosimni kuchaytirdi. AQSh va Xitoy yetakchilarining sammiti frontdagi vaziyat o'zgarishi fonida bo'lib o'tdi. Ukraina so'nggi oylarda hududiy muvaffaqiyatlarga erishmoqda. O'tgan hafta esa Ukrainaning yuqori martabali qo'mondoni Reuters agentligiga Rossiya armiyasi holdan toyganini va frontni yorib o'tishga qodir emasligini aytdi. Shu fonda Rossiya Ukrainaga hujumlarni oshirdi. Xususan, o'tgan oyda 600 ga yaqin dron va 90 ta raketa, jumladan yadroviy zaryad tashishga qodir Areshni gipertovushli ballistik raketasi bilan ommaviy zarba berildi. Moskva Kiyevga hujumlarni davom ettirishini ta'kidlamoqda.